Kelgusi 5 yilda Qoraqalpog'iston iqtisodiyotini 102,5 trillion so'mga, aholi jon boshiga esa 51 million so'mga yetkaziladi. Qoraqalpog'istonda Mars sayyorasi manzarasini eslatuvchi nuqtalarda glamping zonalari tashkil etiladi. Assalomu alaykum. O'tgan haftada sodir bo'lgan muhim xabar va yangiliklarni ulashish va yoritish maqsadida biz hafta dayjestni boshlaymiz. 20 fevral kuni O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida bo'lib o'tgan yig'ilishda Qoraqalpog'istonni rivojlantirish va respublikada yangi loyihalarni amalga oshirish masalalari muhokama qilindi. Bunda quyidagi qarorlar qabul qilindi. Kelgusi 5 yilda Qoraqalpog'iston iqtisodiyotini 102,5 trillion so'mga, aholi jon boshiga esa 51 million so'mga yetkaziladi. Shahar va tumanlar, qishloqlar o'rtasidagi masofa har bir hududning nisbiy ustunligidan unumli foydalanib, aniq hisob-kitob bilan ishlashni talab etadi. Umuman qayerga sog'lom muhit, qulay sharoit, adolatli va shaffof tizim bo'lsa, tadbirkorlar o'sha yerda ishlashni xohlaydi. Investor ham aynan shunday hududga sarmoya kiritadi. Prezident huzuridagi taqdimotda so'nggi yillarda Qoraqalpog'iston iqtisodiyotini sezilarli o'zgarishlarga erishilgani ta'kidlandi. Jumladan 8 yil oldin hudud iqtisodiyoti aholi jon boshiga ko'lami bo'yicha eng oxirgi o'rinda bo'lgan bo'lsa, bugun 7-o'ringa ko'tarildi. Sanoat mahsulotining atiga 4% eksportiga chiqqan bo'lsa, hozir bu ko'rsatkich 30% ga yetdi. Umumiy eksport 2016-yilga nisbatan 3,5 barobarga oshib, 2,1 milliard dollarni tashkil etdi. Qoraqalpog'istonda Mars sayyorasi manzarasini eslatuvchi nuqtalarda glamping zonalari tashkil etiladi. Turizmni hududning asosiy drayverlaridan biriga aylantirish zarurligi ta'kidlandi. Barsakelmas Tuz koni hududida turizm reaksion zona, Orolbo'yi va Usturt platosida Mars sayyorasi manzarasining eslatuvchi nuqtalarda glamping zonalari tashkil etiladi. Orol dengizi qurishning oqibatlarini butun dunyoga namoyish etish uchun Orol dengizi tarixi muzeyi zamonaviy texnologiyalar asosida modernizatsiya qilinadi. Bu ishlar hisobidan joriy yilda Qoraqalpog'istonga 500 ming xorijiy va 3 million mahalliy sayyohlarni jalb qilish vazifasini qo'yildi. Taniqli tur operatorlarga hudud jozibadorligini oshirish uchun qo'shimcha imtiyozlar joriy etiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Donald Trampning taklifiga binoan 17-19 fevral kunlari Tinchlik kengashining ilk majlisida ishtirok etish uchun amaliy tashrif bilan bo'ldi. Xo'sh, bu safar O'zbekiston uchun qanday siyosiy yangiliklar va natijalarga erishildi? Dastlab Prezident Shavkat Mirziyoyevning Washingtonga amaliy tashrifi AQSh savdo vaziri Govard Latnik va Xalqaro moliyaviy rivojlantirish korporatsiyasi bosh ijrochi direktori Ben Black bilan alohida uchrashuvlar o'tkazdi. Tashrifning ishbilarmonlik dasturi doirasida ikki tomonlama hujjatlar imzolanib, qo'shma loyihalar taqdimoti o'tkazildi. Tadbirda AQSh hukumati, yirik kompaniyalar va moliya institutlari vakillari ishtirok etdi. Video aloqa va O'zbekiston hududida rahbarlarning jalb etilishi yangicha va amaliy yondashuv sifatida e'tirof etildi. Energetika, raqamlashtirish, infratuzilma va kadrlar tayyorlash sohalaridagi qo'shma loyihalar uzoq muddatli sheriklik uchun mustahkam zamin yaratmoqda. Shu bilan birga hududlar aro aloqalarni mustahkamlash maqsadida O'zbekiston viloyatlari rahbarlarining AQShning hamkor shtatlariga tashriflarni tashkil etish rejasi bildirildi. AQSh Tinchlik institutida Prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokida Tinchlik kengashining ilk yig'ilishi bo'lib o'tdi va unda Shavkat Mirziyoyev ham nutq so'zladi. Shuningdek, Donald Trump Tinchlik kengashi yig'ilishida davlatimiz rahbarini u mening do'stim deb tanishtirdi. President Mirziyoyev of Uzbekistan, who is where? There he is, and a friend of mine. You've got one of the most difficult names in history, but that's okay. It doesn't matter. Your country is doing great. You're doing great. And just no problems. Every time I see him, nope, we're doing good. No problems. Prezident Tinchlik kengashi majlisida O'zbekiston G'azoda turar joylar, bolalar bog'chasi, maktablar va shifoxonalar qurib berishiga tayyorligini ma'lum qildi. Qo'ng'irotda xalqaro standartlarga javob beradigan quruqlik porti maqomiga ega Orol logistika markazi tashkil etiladi. 2027-yil oxiriga qadar Qo'ng'irotda xalqaro standartlarga javob beradigan quruqlik porti maqomiga ega Orol logistika markazini tashkil etish vazifasi qo'yildi. Bu haqda Prezident huzurida o'tkazilgan taqdimotda ta'kidlandi. Qoraqalpog'istonda kelgusi yillarda markazlashgan ichimlik suv ta'minotini yaxshilashga 2,2 trillion so'm yo'naltiriladi. Joriy yilda Qoraqalpog'istondagi infratuzilma loyihalari uchun 150 milliard so'mlik, kelgusi yillarda markazlashgan ichimlik suvi ta'minotini yaxshilashga 2,2 trillion so'm yo'naltiriladi. Ichimlik suvi va kanalizatsiya tarmoqlari, suv taqsimlash va tozalash inshoolari hamda yo'l qurilishi loyihalariga 200 million dollar jalb qilinishi belgilandi. Yig'ilish yakunida Prezident Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'iston
Qoraqalpog'istonda belgilangan marralarga erishish bo'yicha barcha imkoniyat va resurslarni to'liq ishga solish, har bir tuman va mahallalarda aniq hisob-kitob va manzilli yondashuv asosida ish tashkil etib, aholi turmush sifatini yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlarning amaliy natijasini tezroq ta'minlash yuzasidan mutasaddilarga tegishli topshiriqlar berildi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xushxabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Kelasi hafta siz uchun ham, biz uchun ham xushxabarlarga to'la bo'lsin. Ko'rishguncha.